Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun biz O'zbekiston tumani Sariqo'rg'ondagi dam olish joyiga yetib kelganmiz. Hozir mana do'stlar bilan o'zi masalliqlarni kelishib, nima ovqat kechga, zavtrikka nima ovqatlarni sekin maslahat qilib, mana do'stlar bilan o'zi Mirzahmat, Munorbek, Abdujabbor o'zi charchab qolibdi yo'l yurib, ha do'stim. Yo'l yursak ham yo'l. Sanjarbek aktiv. Mana sharoitlari zo'r, videoni ko'rishda davom etinglar. Batafsil sizlarga tashqaridagi shart-sharoitlarni sizlarga yoritib boramiz. Videoda oldindan xato va kamchiliklar bo'lsa, albatta oldindan uzr so'raymiz. Videoga bir dona like bosib qo'yasizlar, like'larimiz bepul. Do'stlar, dunyoni ishlari tugamaydi. Sizlar uchun dam olgani zo'r joy topib qo'ydim. O'zlaring ko'rib baho berasizlar. Mana bunda basseyn sharoitlarimiz bor. Do'stlar davrasida kelib bemalol cho'milib, salqinlanib ketishlari mumkin. Xohlasalaring do'stlar bilan mana bunday mini stadionlarimiz ham bor. Bemalol o'ynab, charchoqlarni chiqarib, basseynga borib cho'milib, maza qilib dam olishlari mumkin. Xohlasalaring tennis stollarimiz ham bor, maza qilib o'ynab ketishlari mumkin. Oshxona sharoitlarimiz ham shay holatda. Xohlasalaring o'zlaring bemalol pishirib, ovqatlar tayyorlashlari mumkin. Xohlasalaring kelishsalaring o'zlari ham bemalol sizlar istagan ovqatlaringni qilib berishlari ham mumkin. Mana do'stlar, xohlasalaring ushbu sharoitimizning ichida bilyard stollar ham bor. Bemalol kelib dam olishlari mumkin. Ana do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Gol uramanmi yo'qmi? Qarab turinglar. Do'stlar, mana yoshimiz 40 ga boryapti. Baribir yoshlikni eslab, yoshlar bilan mana futbol o'ynayapmiz. Qani? Qani tep. Hop ket. Gol. Qo'yil. Hali ham biz chakka emas ekanmiz. Nima deysiz bratishka? O'rtadan, o'rtadan boshlagan. Ha, qonuniy yiqibmi? Bo'l. Ukaxonlar kim yutdi hozirgi o'yinda? Kim yutdi? Ya'ni to'g'risini aytinglar. Biz yutdikmi? Ana gapirishmayapti. Nima bu ahvol? Ikkita oqsoqol mana. Argentina yutdimi? Argentina yutdimi? Sizlar nima deb o'ylaysizlar? 6-0 ga yutib oldik. Mana kelo orasida yo'g'ay izlashganlar juda zo'r ekan deydi. Kechqurunlari mana bunday yorug' projektor ostida bemalol cho'milishlaring ham mumkin. Do'stlar, agar ovqat qilishga qiynalsalaring, bu yerda yaxshi povorimiz bor ekan, Lazxonaga degan. Mana ko'rishlaring mumkin. Hormang Lazxonaga. Salomat bo'ling. Xohlagan istagan ovqatlaringni chiroyli qilib, mazali qilib pishirib berishlari mumkin ekan. Mana qaranglar. Qozonga
Lazixon aka, bu taomingizni nomi nima deb nomlanadi? Bu qozon kabob. Qozon kabob. Klientlar xohlagan, istagan liboy ovqatini tayyorlab beraverasiz aka. Albatta. Bemalol kelib, dam olib, mazza qilib hordiq chiqarishlar ham mumkin. Bemalol kelaverasizlar. Ushbu manzilimizni bilmaganlarga Uchko'prik tumani Sariqo'rg'on dam olish maskaniga kelaverasizlar. Kelganlar bo'lsa kommentariyaga metka qilib qo'yasizlar.